Hurmatli yurtdoshlar, barchangizning yordamingiz kerak. Albatta biz shu vaqtgacha qo'limizdan kelgancha yaxshilashib kelganmiz. Obunachilarimiz kuzatayotganlar e'tibor qilib qo'yasizlar. Bir xonadonga kelganmiz. Xonadonimizda yosh oila, aka ismingiz nima edi? Ubaydulla akamizning xonadonlarida yong'in paydo bo'libdi. Mana shu xonadonga hali o'zlari to'liq remont qilishga ham moddiy tomonlari yetmagan ekan. O't olib ketgan. Hozirgi kunda mana kir mashina, mana bunaqa gilam, hamma o'zi deyarli hech narsa qolmagan, ichkari ado bo'lgan, akfalar ham erib ketgan. 4 ta yolg'iz mana bitta oychalar bilan hozir xonadon shunday yongan holatda ko'chada qolib ketishgan. Qo'ldan keladigan insonlar bo'lsa, imkoni bo'lsa, moddiy tomoni bilan, agar imkoni bo'ladigan boshqa vaziyat bo'ladigan bo'lsa, boshqa vaziyatlar ham farqi yo'q. Kiyim-kechak beradiganlarga ham, bitovoy texnika bo'ladigan bo'lsa, xos tovar bo'ladigan bo'lsa ham aqalli satillargacha qap-qara bo'lib ketganda, hech qanaqanisi yo'q. Eshik, deraza, romlargacha yaroqsiz holatda-da. Bu kichik oilaga, bu bolalarga yordam kerak-da. Joniga ozor yetmabdi, muhimi. Hokimligimiz tomonidan, rahbariyat tomonidan qo'ldan kelgancha yordam qilinyapti. Jamoat ahli haloyiq birlashsa, yanada kuchliroq bir yordam bo'lardi. Shu uchun video qilyapmiz. Hammamiz bu uyda men bir ish bilan ko'chaga chiqqandim, keyin uyda ham bu to'rtta havo chiqqan ekan. Qo'shnilar ko'rib qolishdi. Qo'shnilar keldi, pashar keldi, o'sha hamma narsa yonib suyib bo'lgan ekan. 5 minut. Bu ham kulfat. Bitta oila jabr yetmabdi. Muhimi. Shunisiga xursandman. Shu bolalarimiz sog' salomat hali ham oldimizda bo'lgan ekan. To'rmachasi sog' salomat, shunisiga shukr. Sog'lomlikka xursandmiz. Xudo xolasa jamoa bilan nima deydi, O'zbekistonda hamma mo'min musulmonlar bir-biriga mehr-oqibatlikka, Xudo xolasa imkoni borlar karta raqamini qoldiramiz, o'zlarining nomerlarini qoldiramiz. Aloqaga chiqadiganlar bo'lsa uchun. Do'stlar, biz xonadonda tark etib ketmaymiz. Xudo xolasa bu xonadonga qo'limizdan kelgancha yordam narsalar bilan kelamiz. Kitob, daftar deydimi, bitta oilaga kiyim-kechak deydimi, qo'ldan kelgancha oila ro'zg'orga kerakli bo'ladigan pasuda narsalar bor. Kiyim-kechaklar bor. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yordam bilan kelamiz. Qo'llaringizdan keladigan bo'lsa, raqamni qoldiramiz. Manzil makonlarini o'sha o'zlari bilan bog'langan holatda Xudo xolasa aloqaga chiqib kelsangizlar yo yordam qilsangizlar bo'ladi. Qo'llab-quvvatlab videolarni tarqatib qo'yingizlar, shtobi o'shaning o'zi ham katta yordam. Hammaga rahmat.